Men bu narsani sizlar bilan gaplashib olmasam bo'lmasdi, chunki bu narsani men tegi yetmasam men prosta jinni bo'lib qolaman. O'sha jinni bo'lib qoldim deb hisoblayveringlar. Shu narsani eslasam o'sha davleniya ko'tarib ketyapti. Tavba qildim. Xullas, eshitinglar. Mana bu narsani ko'rib turibsizlar. Kecha storiesga qo'ydim. Mana shunaqa ko'zim ustiga mana shunaqa narsa chiqdi. Nima ekan shu deb podpischiklarimdan so'radim. Voy, men so'ramay o'lay. 1000 marta afsuslandim o'zi ham shu narsani so'raganimga. Mashindoq sehrli so'zlarga keldi o'zi ham storiesimga. Ishonasizlarmi? Birinchisi bu ittirsak. Ikkinchisi ninalog'ich deydimi? Uchinchisi gomija. Spasiba. Menimcha xeyterlarim qanaqadir boshqacha tilda meni yaxshilab so'kib olishdi momentdan foydalanib. Mayli dedim, yana bir o'qib chiqaychi, bir foydali nimadir olarman desam, bitta qiz yozibdi. Tualetga kiringda 3 marta egilib salom bering, o'shanda birpasda yuvib ketadi. Ishoning gapimga, debdi. Spasiba, blять, shu tualetga kirib egilib salom berishim yetmay turdi bu hayotda. Endi u qizga qanaqa atvet yozdim bilasizlarmi? Mabodoga shu vannaga kirib ehson qilib chiqsam bo'lmayman deb yozaverdim. To'g'ri, bu kulgili eshitilishi mumkin, lekin shu narsani qilib ko'ring deb yana razgovor seriozlashib ketyapti. Men u qizni nabarot, u ham meni prikol qilyapti. Men unga prikol bilan javob bersam, yo'q, menga bu narsani hammasini seriozli aytayapti. Bittasi yana nima debdi bilasizlarmi? Bu ittirsak, ertalab turib bitta it topingda, oldiga borib salom bering deydi. Endi men ham o'yladim, menimcha tualetga kirib salom bergandan ko'ra itga borib salom berganim yaxshiroqmi deb o'ylab qoldim o'zi momentda. Chunki o'sha tom ketishni boshladi. O'ylab qarasam o'sha tom ketayotgan ekanda. Qaranglar, tualetga kirib salom berishdan ko'ra itga salom berishni afzal ko'rayotganimni. Mashinasi chiqdi, balo chiqdi, boru. Qaytib bunaqa narsalarni istoriyaga qo'ymayman. Ko'timga chiqadimi, peshonamga chiqadimi, belimga chiqadimi? Maslahat uchun rahmat. Endi men borib bir it topib kelay yoki tualetga kirib chiqay. Hammangizga rahmat.